Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum musulmon birodarlar. Mana Eron bilan Amerika urusharmish degdi. Urushmasdan ketib qoldi. Nima bo'pti desa, mana u arab davlatlari hammasi urushmaydi debdi. Ona u Netanyahu ham debdi, urushmaydi debdi, bomba tashlamaydi debdi deydi. Bo'lmasa shunday yonida boshqa videoda turibdi. Netanyahu rosa yalinuvdi ham bomba tashlashni nima urushni boshlaydi deb. Amerika uramay qo'ydi. Sababi qarasaki, Eronning raketalari ham juda toshni uradigan bo'lib qolibdi. Ularga ko'rsatib qo'ydi bitta bazasini. Men ko'rdim, qolganini ham shuni qilib tashlayman dedi. Devdi shunda Amerika chekindi. Chekingandan keyin endi nima deb qochib ketyapti nima deydi? Ha, qulab yetolmadi, agar qulab yetolganda pachag'ini chiqarib tashladim degan ekan bittasi, nima yo'q bo'ldi. Arablar unamadi, mana u Netanyahu unamadi deb ketyapti. Bu Netanyahulardan yo arablardan so'rab o'tiradimi? Netanyahu bizni to'xtatsak tur, shuni uraylik. Endi hozir yana qaytibdi. Urushga hozir Amerika qaytyapti ekan. Yaqin o'rtada urush boshlanib qolishi mumkin ekan. Endi boshlanishi ham qiyin, ehtimol yana qaytib kelib, do'q qilib qaytib kelsa kerak. Sababi shu raketalar, Eronda raketalari shu nimada Izraelda, mana u Arabistonda turgan Amerikaning bazalari, mana Iroqda bor, o'shalarga hammasiga yetar ekan. Uchib yeta olar ekan. Yetganda ham uni pachaqlay olar ekan. Bu bazalarni yo'qotish Amerika uchun juda katta ziyon. Shuning uchun ulamasa kerak. Ehtimol yana qaytib ketar. Hozir mana urush boshlaymiz deyapti. Unga qo'rqma, mana biz yordam beramiz deb Angliya yordam beradigan bo'ldi. Keyin mana u Birlashgan Arablar Amirligi, u ham Amerikaga yordam berar ekan. Nimasa Iordaniya, u ham Amerikaga yordam berar. Nima ish qilasizlar desa, shu nima otgan raketalarni to'sishga yordamlashamiz deyishyapti ular. Saudiya ham qatnashyapti unda. Saudiya nima qiladi desa, mana Husiylarni nimasini ko'rdinglar, omborlarni portlab snaryad raketa turganda. Endi uni atrofdan kemada o'rab turinglar, unga qurol kirmasin deyapti. Shunday qilib, mana Husiylar Yaman urushga kira olmay qoladigan ahvolda turibdi. Shu mahalda hammasi shu Eronga tashlanyapti. Eron Shiyami, boshqami, shularning dushmani. Shundan sal cho'chib turgani shu, bir yo'l qo'ymas ham cho'chib turadi. Shu nima deydi? Kofir doim qo'rqib turadi-da. Shu meni ziyon keltirib qo'ymasin deb. Abduvali qori aka aytganda, bitta musulmon bilan kofir yakkama-yakka urushga chiqdi. Chiqsa, hali nima musulmon ko'ynagi ham yo'q ekan. Shu ishtoni bilan. Qo'lda tayog'i ham yo'q ekan. Haligi nima kofirchi, ustiga temir sovutib, bronzlat kiyib olibdi. Granatalarda osib qolibdi. Buyog'ida xanjar turibdi. Qo'lida avtomat, orqasida granatomet. Shu ko'zi ham ko'rmay turibdi deganda, nima ko'zidan bir hech narsa ko'rmay turibdi deganda. Shunda hali musulmon urushga chiqyapsa, hali nima kofir qo'rqarmishda. Ko'zim ochiqda, ko'zim o'ymasin der ekanda. Shuni singari bular shuni qo'rqib, bularga ozgina qo'rqitib qo'ysa bo'ladi-yu. Lekin musulmonlar tarqoqli emas. Hammasi mana uni sotilib ketgani uchun Amerikaga. O'shalar orqali foydalanadi. Shu yengyapti bundaycha aytganda. Mana Ibrohim Sherishmovskiga ham tuzuvdi, o'shanga ham mana bu arab mamlakatlari kirdi, Qozog'iston kirdi. U degan nima degani? Biz Yahud bilan qalin do'stmiz. Do'stlashdik degani. Xuddi shu mahalda 100 mingdan ortiq musulmonni o'ldirgan bo'lsa, 200 ming yaqin yarador qilgan bo'lsa, G'azoni vayron qilib olganda men do'stim deyotganlar musulmonlar bo'lyapti. O'shalarni bilvositalar bir qanaqa nimasini. 7 tami 8 ta solib qo'l qo'ydi. Qo'yani ham qo'l qo'yishga tayyorlanyapti. Sekin qo'yadi-da, birdaniga nima bo'lmaydi. Shu ahvol ko'rdinglar. Endi Eron ushkiyu deb tursanglar tushunib olasizlar nimaligini. Hozir mana Sunniylar davlatlar hammasi Amerikaning bunday desaganda kuchiga bu. G'ring desa
kuchugini qulog'ini kesib qo'yadi. Shuning uchun aytganini qiladi. Hozir ham urushga nima Birlashgan Arablar Amirligi, Iordaniya shunday nima qo'ygan yo'qda. O'zi rozi bo'lib kelgan. Uni ham qulog'imni cho'zib qo'yaman dedi. Shuning uchun bo'ldi. U hozir ular Isroilda to'sib turish kerak. Hozir mana bitta nimaga Eronga qarshi Isroil, Amerika, Angliya eng kuchli davlatlardan. Mana bu Birlashgan Arablar Amirligi, Saudiya, Iordaniya, yani qaysi davlat shunchasi jang qilmoqchi bo'lyapti. Endi bundan avval qo'rqib qochib ketgan edi. Endi nimaga qaytyapti? Ehtimol yana kelib urushni boshlamasa kerak. Shunga agar boshlab qolsa, endi duoda turib turaylik. Uni bu Shia ekan demaylik. U Shia ketadigan bo'lsa, hozir mana u balans buziladi deydi. Shu Eron shu yerda turib Isroilga vahima solib turibdi. Shuning uchun Isroil nariyoqqa bir hujum qilib ketgan qo'rqyapti. Mana armiyani olib ketganimizni bu yerdan urib qo'ymasin deb. Endi hozir hammasini qaytarib shu Eronni urib, undan nima u yoqqa jilmoqchida. Eron ketadigan bo'lsa, Isroilni qo'l oyog'i yechiladi. Hozir qo'l oyog'ini bayilib turgan shu Eron. U har qanaqasiga mana u nima haligi Yevfratdan Qizil dengizgacha devdi olamizda. Hozir Qizil dengizdan nariyada mo'ljallab turibdi. O'sha Sudonni mo'ljallab turibdi. Sudonni egallab olsam deyapti. Mana Nil daryosi meni qo'limda bo'lardi, shu suvni bekitib nimani Misrni qiynasam meni aytganini qilardi deb. Hozir o'sha nima ketib qolsa, Eron ketsa, o'sha hol bo'ladi. Misrni egallagandan keyin Misr shunaqa bir nima deb qo'yadi. Bahosi yo'q davlat. Endi u yerda hozircha nima emas, endi boy davlat emas. Shuning uchun o'zlarining yerlarini o'zlashtira olmay turibdi. O'zlashtiradigan bo'lsa juda katta hosil oladi. Hozir mana qurg'oqchilikda qiyinchilik bo'lib oziq-ovqat kelmayapti. Bu narsa juda katta foyda beradi. Shuni hozir Isroilni qo'liga o'tib ketish imkoni nimasi turibdi, xavf turibdi. Shuning uchun qo'limizdan nima kelar kerak? Duo qilib turaylik. Mana nimalarga ham shunga xizmat qilgan, ana kofirga xizmat qilganlarga ham Alloh o'zing kifoya qilgin deb qo'yaylik. Boshqalariga mana 50 ta davlat nimaga Isroildan qo'rqib, Xudodan qo'rqmay o'shanga xizmat qilyapti. Ularga ham bir Alloh shularga o'zing kifoya qil deb duo qilib qo'yaylik. Assalomu alaykum musulmon birodarlar.